Hammaga assalomu alaykum. Raislarim, bizni X showimizning 2-soniga xush kelibsizlar va bugungi bizni mehmonlardan ikkita bizni o'zimizning obunachilar va internetda mashhur bloger va blogershalarni chaqirganmiz. Albatta birdan bir hammasini tanishtirib o'taman. Keyin hozir sizlar bilan obunachilarim bilan tanishtirsam, birinchi ishtirokchimiz. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Ismim Jasur, Jizzaxdan. Jizzaxdan. Ikkinchi ishtirokchimiz. Assalomu alaykum, ismim Ibrohim. Toshkent shahridanman. Toshkent shahridan. Xush kelibsizlar. Raisboyni anchadan beri kuzatasizlar, adashmasam? Qanchadan beri Jizzaxli aka? Men anchadan beri Raisboy bo'lishingizdan oldin kuzatib bordim. Uzbom TV davridan. Da. Xo'p, rahmat. Oldlardan Ibrohim Где-то 3 yilcha shunaqa. 3 yil. Raisboy proyektini deyali. Rahmat. Hozir bizni 3-ishtirokchimiz an'anamizdan chetlashmagan holda biz blogershani taklif qilganmiz. Anora, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum salom. Hozirda showimizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Bizda 4 ta keysimiz bo'ladi. Taxminan nima yutib olishingiz mumkin? Telefon uchun keldingiz. Davom etamiz. TikTok qiroli, TikTokda birinchilardan bo'lib galochka olgan Husniddin janoblari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsan. Rahmat. Bizni ukamiz bo'ladi, shuning uchun sira sansirayapman Andijondan. Nima deysan? Bugun nima yutib olishing mumkin? Shu 17 aka. 17. iPhone 17 Pro Max. Hammanglarda qo'linglarda 2 million pul bor-a? Bir ko'rsatib qo'yinglar. Qo'lida emas, hammasini cho'ntaydi, bitta ichkari cho'ntaydi. 2 million hammada bor. Xo'p. Demak, qo'linglardagi pul nima uchun kerakligini, shartlarini tushuntirib o'tsam, hozirda bizni 4 ta X showimizga tegishli korobkamiz bor. Ushbu korobkada eng arzon sovrin bu sizni qo'lingizdagi puldan 5 barobar katta. Eng qimmat sovrin sizni qo'lingizdagi puldan 10 barobar katta. Endi matematikani sizlarga o'rgatishim shart emas. Iloji boricha adashmasdan har bitta korobkaga borib, men o'zimni birinchi narximni qo'yganimda 50 mingdan 100 minggacha bo'lgan miqdordagi pulni qo'yib, sizlar ushbu korobkani xarid qilsanglar bo'ladi. Lekin u korobkani oxirgi narxi 2 million so'm hisoblanadi. Kimda kim men qo'limni tekkizib ushbu korobkaga 550 ming so'm dedim, kimdir 600 ming dedi, ili 3-odam 2 million desa, o'sha insonga o'tib ketadi. Nafsiylarga bog'liq nech pulga birinchi korobkani xarid qilish? Savollar bormi? Yo'q. Tayyor bo'lsanglar, unda biz X showimizni boshladik. Anora, qaysi korobkani birinchi xohlagan bo'lardingiz? Nimaga birinchi mendan so'rayapsiz? Boshqalardan so'rang. Yo'q, siz misol mana sizga ayol kishiligingiz uchun hurmat qilib, hurmat yuzasidan birinchi taqdirda qaysi korobkadan boshlaymiz? Ikkinchi. Bundan. Da. Xo'p, navbat ketadi. Ya'ni birinchi ishtirokchi, ikkinchi ishtirokchi, 3 va 4-ishtirokchi. Auksionda ham. Ushbu korobka haqida ozgincha tushuncha beraman. Birinchi mavsumimizda ham xuddi shu so'zni ishlatganman, lekin u mavsumni ko'rmaganlar uchun bilmaysizlar. Ba'zida og'ir, ba'zida yengil. Boshlang'ich narxi 600 ming so'm. Vaqt ketdi. 650 ming. 650 ming Husniddin. Birinchi ishtirokchimizdan boshlaylik. 700. 700. Ikkinchi ishtirokchi 2 million. Baban dedi. Baban. Shoshyapsizmi? 2 million. Uverin. 2 million 1, 2 million 2, 2 million 3 keling pulni olib keling. Faqat hozir ochmaymiz, oxirida ochamiz. Bering. Bo'ldi, joyizga borishingiz mumkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 million keyin sana olamiz. Bu esa sotildi. Normal. Dars davom etamiz. Bizda 3 ta ishtirokchi va 3 ta korobka. Korobkalar qaysilari qolgani hozircha sizlar uchun noma'lum, menga ham deyarli noma'lum. Keling, birinchi ishtirokchidan boshlayman. Qaysi korobkaga birinchi stavkani bosamiz? 4 ga. Xo'p, o'zim bir ko'rib olayda nima bo'layapti bu yerda. Yomon emas. 4-korobkada bordur shu narsa, rais uni sevadi, xalq uni sevadi. Shu. Rais ham uni yaxshi ko'radi, xalq ham yaxshi ko'radi. Boshlang'ich summasi, mayli sizlarga osonroq bo'lsa, 300 ming. Birinchi ishtirokchi 1 million. Xo'p. Anora
1.100.000. Husniddin 1.200.000. birinchi ishtirokchi 1.300.000. 1.301. 1.400.000. Xo'p. Husniddin sizi bilan birgalikda hozirda raqib bo'lyapti. Anora menimcha jim. 1.401. 1.450.000. Xo'p. 1.500.000. 1.501. 1.600.000. 1.600.000. Qiziq. Anora qo'shilish niyat bormi? 1.601. 650. 1.651. 1.650. 1.700.000. Xo'sh. 1.701. 1.750.000. Shu korobkaga qiziqyapsiz siz. Lekin va bank qo'yish niyatingiz yo'q. Da. 1.750 mi? Sizlar nima deysizlar? Xalq uni sevadi. Rais boy uni sevadi. 1.750.000 unda. 1.751. 1.752. Meni narxim edi. 1.800.000. Anora 1.800.000. Anoraga beramizmi? 1.801. Mayli, qizlar hurmati bor. 1.802. 1.800. 50. Kim oladi? Kim oladi yoshigina? Siz o'yindan chiqdingiz a hozir? Bularga beryapsiz ikkalasiga. 2 million. Bo'ldi. Xo'p, men olyapman 2 millionni va shu korobkaga eslab qoling, 4-korobka sizning korobkangiz. Xo'p, yomon emas, yomon emas. Eslatib o'taman, oxirida bu final, oxirgi korobkani, ya'ni tanlasanglar, bitta inson xarid qilsa, qolgan korobka avtomatim 2 millionga xarid qilinadi, ya'ni qolgan oxirgi ishtirokchiga. Shuning uchun sizlarga yana eslatib qo'yishni o'zimga lozim deb bildim. Shu korobka bilan narigi birinchi korobka qoldi. Ikkinchi va 4-korobka o'z egasini topdi. Tayyormisizlar? Chap korobkadan boshlayman o'zim. Bu korobkani hech kim xohlamaydi. Buni ichidagi narsa hech kimga qiziq emas. Bu gaplarim bo'xton yo do'xton ham bo'lishi mumkin. Shu uchun buni boshlang'ich narxini 50 ming so'm qo'yaman. 100.000. 200.000. 300.000. 500. 1 million. 1.5. Oling aka. 1,5 million 1, 1,5 million 2. 1.800.000. 1.801. 1.802. 2 million. Prodana. Olib keling pulni. Xo'p, joyizga o'tirib olishingiz mumkin. Aytdim-ku, prinsip hech kimga qiziq emas bu korobkada. Mayli. Bu sotilganida esimdan chiqib qoldi. Bu ham yomon emas. Tayyormisizlar? Nima yutib olganinglar sizlarga qiziqmi? Yomon qiziq aka. Oxirida qolgan Husniddindan boshlayman, 4-ishtirokchidan. Senga qiziq-a, nima yutib olganing? Birinchi korobka qiziq-a? Xo'p. 1 2 3 400 va mana. Vau! Ola. Bo'ladimi? Вообще четкий. Seni sovrining. Pulni ber. Xo'p, buni korobkani joyiga solib qo'yaman. Yomon emas. iPhone chiqib ketdi deb o'yladinglar-a? Yo'q, hali chiqmadi-ku iPhone. Anora, nima yutib olganingiz qizimi? Да, qiziq. Korobkangiz qaysi deysizlar? Esida ham emas. Ona korobka. 4-chi. Adashmasam. Adashmasam. Unda kelinglar, blogerlar xursand qilaylik keyin. Obunachilarimga o'taman. Keling, o'zingiz ko'rib qarab oling. To'xtang, ochaman. Ну, нормально. Men. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Xo'p. Yaxshi. iPhone qoldi. Kim yutdi deb o'ylaysizlar? Obunachilarimga qoldi iPhone. Menimcha aka, menimcha shu hech kimga kerak emas degan qutingizda iPhone bor edi. Menimcha endi bilmayman. Xos bilib olamiz. Siz korobkangizni ochsam maylimi? Ruxsat berasizmi?
ba'zida og'ir, ba'zida yengil. Nima bo'lishi mumkin? iPhone. Bu soat. Akalar xursandligini. 5 shab qo'ying. Keling o'zimga, o'ziz keling. Hech kimga kerak emas narsa bu albatta iPhone 7 Pro Max. Aka, tabriklayman. Krasavchik, joyingizga turib olishingiz mumkin. Tak, birinchi ishtirokchi emotsiya. Nima deysiz aka? Gapiradigan emotsiya emasda. Yoqdimi? Da, zo'r. Ishtirok etsa bo'ladimi? Chotki, O'ziga yetarlicha. albatta. Sizdachi Ibrohimjon? Da zo'r. Yoqdimi? Soatni ishlatib qo'yasiz, yaxshi kuningizga. Albatta. Anora? Menga juda ham yoqdi. Rahmat aytaman kattakon. Bu YouTube'gami? Aha. Like bosinglar. Like bosib qo'yishni unutmanglar. Anora Da. aytdi. Husniddin? Zo'r aka, menga yoqdi. O'zi bilmayman aka, men ko'nglim sezmas, hech kimga kerak emas deganingizda, "Mo'sh menga kerakdir shu" deb o'yladim. Babak bosmaysanmi? Aka 2 million deb bo'pti mayli dedi. Bu taqdir. Bu taqdir. Menda ham hech kim xohlamaganman, shu kimdir iPhone yuta olmasligini. Men xohlayman, hamma xursand bo'lib, hamma o'ziga yarasha emotsiya va adrenalinni olishlarini. Deyarli bir necha soat bo'lsa ham kuttirib qo'ydim o'zimni obunachilarimni, lekin rahmat kelganinglar uchun. Keyingi ko'rsatuvlarda ham aynan sizlarni kutamiz va o'ylaymanki, tashrif buyurasizlar. Aziz obunachilar, shu bilan X showimiz o'z yakuniga yetdi. Videorolik ostiga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Mehmonlarga rahmat, sizga ko'rganingiz uchun rahmat. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr.